BYD kompaniyasi o'zining 88981 ta Chin Plus DMI gibrid sedanini qaytarib olishini e'lon qildi. Gap shundaki, kompaniya tomonidan 2021-yil yanvaridan 2023-yil sentyabrigacha ishlab chiqarilgan mazkur rusumdagi avtomobillarda xavfli nuqson aniqlangan. U akkumulyator tizimida quvvatning pasayishiga yoki harakat paytida elektr motorning o'chishiga olib kelishi mumkin. Nazorat idoralari ma'lumotlariga ko'ra, batareyalarni ishlab chiqarish jarayonida elementlar sifatining nomuvofiqligiga yo'l qo'yilgan. Bu akkumulyator quvvatining pasayishi, elektr rejimiga o'tishning imkoni yo'qligi, boshqaruv tizimidagi xatolarning paydo bo'lishi kabi kamchiliklarga olib kelishi mumkin. Kamdan kam hollarda avtomobil elektr tortish kuchi bilan harakatlanish qobiliyatini yo'qotishi mumkin. Bu esa haydovchi uchun manyovrlar va quvib o'tish paytida xavflarni oshiradi. BYD muammoni qanday hal qilishni reja qilyapti? Kompaniya quyidagilarni e'lon qildi. Avtomobil egalariga xabarnoma yuboriladi. Avtomobillar diagnostika tizimining dasturiy yangilanishini oladi. Agar yangilashdan keyin anomaliyalar qayd etilgan bo'lsa, egalariga batareya bloki bepul almashtiriladi. Avtomobil egalari nima qilishi kerak? VIN raqamni BYD rasmiy ma'lumotlar bazasidan tekshirish yoki dilerga murojaat qilish tavsiya etiladi. Barcha ta'mirlash ishlari va batareyani ehtimoliy almashtirish bepul amalga oshiriladi.